Barchangizga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana Sunnatlar Rajabov. Uzoq tanaffusdan so'ng yana YouTube'ga qaytdim do'stlar. Endi bundan buyog'iga video chiqarib boramiz va yana o'z kontentimizni davom ettiramiz. Xo'sh do'stlar, bugun sizlar bilan top 2 ta sayt orqali, o'zim ishlaydigan sayt orqali pul ishlashni o'rgatib o'taman. Juda ham oson saytlar. Xo'p do'stlar, demak videoni boshlaymiz. Xo'sh do'stlar, birinchi saytimiz bu top SMM sayti. Bu saytni ko'pchilik bilsa kerak. Hop, sizlarga hozir bu saytda qanday pul ishlashni o'rgatib o'taman. Birinchi bo'lib bundan ro'yxatga o'tib olish kerak bo'ladi. Ro'yxatga o'tish ham juda ham oson. Masalan, hozir bu yerga mana ro'yxatga o'tishni bosasiz. Elektron pochta, Telegram username va hokazo, juda ham oson. So'ng tizimga kirib olib, hozir ko'rsataman. Xo'p, mana do'stlar, ro'yxatdan o'tib oldik. Xullas, bu saytda masalan Instagram, Telegram, YouTube, TikTok orqali hayolingizga kelgan narsani qilsanglar bo'ladi. Masalan, Telegramga obunachi ko'paytirish, Telegramga komment yozish yoki reaksiya bosish yoki Instagramda masalan stories ko'rish, unga ham komment yozish, obunachi yoki yozgan kommentingizga like bosish. Xullas, nima hayolga kelsa o'shani qilsanglar bo'ladi. Mana YouTube, TikTok xullas hammasi qilsa bo'ladi. Buni hozir pul ishlashga qanday aloqasi bor desalar, masalan, hozir ko'pchilikda premium efir ochilmagan, o'shanga aytsangiz, masalan, biror bir do'stingizga, senga masalan obunachi to'plab beraman, premium efiring ochiladi yokida xuddi shunday Instagramni like ko'paytirib beraman yoki obunachi to'plab beraman deb aytsanglar bo'ladi. Men oldin shunaqa ishlab pul topardim. Masalan, Instagram bo'limi ustiga bosamiz. Bu yerda mana qidiruv yozsanglar bo'ladi yokida bu yerda o'zining bo'limlari bor. Mana Instagram like yoqtirishlar, kommentariya yoki obunachi, juda ham bo'limlari ko'p. Masalan, o'shanga aytasiz 15 ming so'm aytsanglar yo'q demaydi. Bu yerda mana miqdorni yozsangiz, masalan 1000 ta obunachi atiga 32 rubl bo'ladi. Siz masalan 15 ming olsangiz undan bu pulni qoplab yuboradi. Yokida oddiy mana Telegramga obunachi to'plasanglar bo'ladi yokida reaksiya bossanglar bo'ladi. Hozir sizlarga bittasini ko'rsatib o'taman. Bu yerda mana agar yangi YouTube kanal ochsanglar, bunga ham obunachi to'plasanglar bo'ladi, komment yozsanglar bo'ladi. Ya'ni pul evaziga uni obunachini ko'paytirib yoki kanalni aktiv rivojlantirib bersanglar bo'ladi. Bu juda ham oson. Masalan, hozir bittasini ko'rsatib o'taman. Bu yerga masalan yozamiz. Hozir Telegramda bittasi bor edi, masalan, reaksiya mana 1000 ta reaksiya atiga 1 rubl, mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda havola deb joy chiqadi. Bu yerga masalan Telegram kanalingizga kirib olasiz. Masalan, hozir mana shu video mana yonboshiga bosamiz va havoladan nusxa olish ustiga bosamiz. Mana hozir bu yerda reaksiya kam. Keyin bu yerga mana qo'yamiz. Miqdor mana 1000 taga atiga 0.91 rubl. Xullas 1 rubl ham emas. Buyurtma yuborish ustiga bosamiz. Va bu yerda mana ketdi. Bizning arizamiz ketadi yokida masalan Instagramga obunachi to'plash ham juda ham oson. Masalan, Instagram obunachi tezlik deyapti. Bu yerga havola qo'yasiz. Hozir bu yerga mana Instagramdan qo'yib ko'rsataman. Bu yerga mana Instagram havolamni qo'yaman. Bu yerga miqdor deyapti. Masalan, hozir bizga uncha ko'p kerak emas. 100 ta desak ham mana 3 rubl bo'lar ekan. Minimal 50 ta ekan. Masalan, 50 ta bosib ko'rlik, obunachi uncha kerak emas menga. Mana buyurtma yuborish ustiga bosamiz va bo'ldi. Hozir bizni hozir mana bu yerda zakaz berganimiz mana buyurtma tarixda turadi. Bu yerga o'tsanglar mana sizning buyurtmangiz turadi. Uje reaksiya ketgan bo'lsa, hozir Telegram kanalni tekshirib o'taman. Hozir bu yerda mana uje mana 1164 ta ko'rilgan ham ko'rsatibdi. Bu yerda ko'rilgan ham bo'ladi va bu yerda mana reaksiyalarni ko'rishingiz mumkin. Reaksiya juda ham ko'payib ketgan. Mana juda ham oson. 1 minut 2 minutda o'zi kelib bo'ladi hammasi. Keyin Instagramga o'tsak, masalan Instagram zakrit edi. Instagram xullas zakrit bo'lmasa kerak. Instagram mana obunachi to'plab olganman. Xullas Instagraminglar zakrit bo'lmasa keladi. Instagram zakritdan chiqish ismidan chiqibdi. Xullas 100% keladi. Bundan xavotir olmasanglar bo'ladi. Keyin bu yerda hozir pastda pul ko'rsatdi. Buni qanday pul tashlaymiz desanglar, bu yerda o'zining admini bor. Masalan, eng pastga tushsanglar, bu yerda adminga yozasizlar, karta deb yozsanglar, karta tashlab beradi va pulingizni uzoq 10 dakikada tushirib beradi. 20 ming so'm pul tashlab qo'ysanglar, masalan, mana shu saytga endi 20 ming so'm pul topilsa kerak hammada. Agar mana shu saytga 20 ming so'm pul tashlab qo'ysanglar, bu yerda mana Instagram, Telegram, YouTube orqali
do'stingiz yoki tanishingizga biror bir xizmatlar orqali undan pulingiz, masalan 20 ming so'm pulingiz kerak bo'lsa 200 ming so'm qilib olsanglar ham bo'ladi. Juda ham oson. Men oldin shunaqa ko'p pul ishlardim. Hozir endi sizlar ham ishlasanglar bo'ladi. Xullas, mana shu sayt orqali pul ishlasanglar bo'ladi. Birinchi sayt. Endi ikkinchi saytga ko'rsatib o'taman hozir. Ikkinchi saytimiz mana kkamet.ru deydi. Mana kkamet.com ekan. Xullas, bu saytimiz ham juda ham chotki sayt. Birinchi bir oz bundan ro'yxatga o'tib olamiz. Mana registratsiya ustiga bosamiz. Bu yerga login, email, parol yozamiz. Tamom, muammo yo'q. Keyin mana bu fotoni bosib akkauntga kirib olamiz. Men robot emasman, ustiga bosamiz. Bu fot. Mana kelganlarda siz zakazchikmisiz, avtormisiz deydi. Mana avtorni bosamiz. Va bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, bizga juda ham ko'p vazifa beradi. Biz bu saytda asosan vazifalarni bajarib, pul ishlaymiz. Bu yerda vazifalar juda ham oson. Masalan, Telegramga podpiska bosing yokida biror bir saytga kirib ko'ring yokida biror bir narsaga komment yozing yokida Telegram kanalimga obuna bo'ling deb yozib qo'ygan. Juda ham oson. Masalan, bu yerda mana podpisatga YouTube yokida podpisatga kanal Telegram deyapsiz. Podpisatga mana YouTube. Mana juda ham oson. Mana 4 rubl, 1 rubl, 1.14 rubl. Mana vazifalari osonligiga qarab pul o'zgaradi. Bu saytda bir kunda o'rtacha 100-150 rubl topsanglar bo'ladi. Ozgina vaqtingizni sarflasanglar juda ham oson. Masalan, bu yerda mana podpischikdan YouTube deyapti. Mana ustiga bosamiz. Mana shuni bosganimizdan so'ng bu yerda mana приступать выполнение проектini ustiga bosamiz. Va bu yerda hozir eng tepada bo'ladi. Bu yerda havola qo'ygan bo'ladi. Mana adres sayti deyapti. Mana silka ustiga bosamiz va bizni to'g'ri YouTube kanaliga olib o'tadi. O'zining YouTube kanaliga. Masalan, bu saytga mana obuna bo'lamiz. Masalan, shu. Keyin ulashni bosib bu kanalning havolasini olamiz. Va bu yerga birinchi yozilgan mana silka na YouTube kanali, который вы подписались, podpisiya bo'lgan YouTube kanalini yozing deyapti. Mana silkasini qo'yamiz. Va o'zimizni YouTube kanalimizni ham silkasini qo'yamiz. Mana o'zimizni YouTube kanalini ham xolasini olamiz. Va bu yerga qo'yamiz va отправить ustiga bosamiz. Va bo'ldi, mana arizamiz qabul bo'ldi. Va uzog'i 1 soat, 1,5 soatda bizni pulimiz kelib tushadi. Mana bu yerda mana pullarimiz ko'rinadi bu yerda. Hozir bitta chiqamiz. Mana bu yerda ajdanada bizni pulimiz turibdi. Mana bu yerda 464 rubl. Boya bitta vazifa bajarganman, hozir mana bitta vazifa bajardim. Bu mana ajdanada turibdi, ya'ni jarayonda turibdi. Hozir jarayondan chiqqandan so'ng avtomatik tarzda bu yerga qo'shiladi. Vazifalar juda ham ko'p. Hech o'ylanmasanglar bo'ladi. Zerikkuningizcha pul ishlasanglar bo'ladi. Bunda mana Telegramga obuna bo'lish ham shunaqa. O'zingizni Telegram litsengiz qo'yasiz. Xo'p, keyin bu yerda masalan pul ham ishladik deylik. Pul ishlaganimizdan so'ng uni yechib olish kerak. Yechib olish uchun bu yerda mana profilimiz ustiga bosamiz. Profilimiz ustiga bosgandan keyin mana bu yerda finans bo'lim ustiga bosamiz. Finans bo'lim ustiga bosgandan keyin birinchisida пополнять счет dedi, ikkinchisida ввести средства deyapti. Agar sizda Sberbank Mastercard bo'lsa, bundan yechib olsanglar bo'ladi. Yokida yo'q bo'lsalar, mana Tezer Terka 20 bor. O'shanga yechib olsanglar bo'ladi. Payer ham o'z faoliyatini tugatdi. Agar sizda Binance Bitget bo'lsa, mana Tezerga yechib olsanglar bo'ladi. Bu yerda buni dollarga o'zgartiramiz va minimal yechib olish miqdori mana $1 deyapti. Xo'p, bu yerga mana yozib yechib olishingiz mumkin, lekin birinchida hozir buni Tezer hamyon saqlab olishimiz kerak. Yana mana bu yerda profil ustiga bosamiz, настройки ustiga bosamiz va bu yerdan mana Tezer Terka 20 bor. Mana shu yerga o'zimiz adresimizni qo'yib saqlab olishimiz kerak. Adres qo'yishni bilsa kerak. Bu yerda saqlab olamiz, mana saqlanib qilib olamiz. Saqlab olganimizdan so'ng ishlagan pulimizni mana finans bo'limida yechib olishimiz mumkin. Juda ham oson. Mana asosiy sarmoyasiz
pulingiz sirasi tushadi. Ozgina mana usluq olib qolishi mumkin. Xullas minimal $1 bo'lsa 74-75 rubl atrofida bo'ladi. Bir kunda 2-3 dollar yechib olsanglar bo'ladi. Asosiy sarmoyasiz va juda ham oson. Bo'sh paytinglar pul ishlasanglar bo'ladi. Mana avtorni ustiga bosamiz. Oddiy like bosishlar ham bor. Masalan, Instagramga bitta like bosib qo'yasiz yoki obuna bo'lasiz. O'shanaqa vazifalar juda ham ko'p. Mana like Instagram deyapti. Mana 2.66 rubl ko'rsatyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Like Instagram. Bitta like uchun 2.68 rubl to'laydi. Xullas, kirib ko'rib o'rganib chiqsanglar bo'ladi. Do'stlar, shu bilan videoni yakunlayman. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimga obuna bo'lishni unutmang.